هو القرآن والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bu darsda alif va hamzani mana shunday to'qqizsol holatda yozilishi va o'qilishini o'rganamiz. Alif va hamzani bir-birini o'rnida ishlatib kelardik ajratmasdan. Bugungi darsda bularni ajratamiz. Misol uchun, mana shu shakl bu alif. Endi bu shakl hamza. Qizilda belgilaganimiz bu alif, yashilda belgilaganimiz hamza. Bular mana shu hamzaga to'xtaladigan bo'lsak, yashilda belgilanganimiz. Bu vavni ustida, yani ustida, alifni ustida mana shunday holatlarda kelishi mumkin. Farqi yo'q. Qaysi birini ustida kelishidan qat'iy nazar yoki o'zi kelishidan qat'iy nazar bu hamza hisoblanadi. Misol uchun bunda ham mana vavni ustida kelyapti. Aslida bu vav, lekin mana shu hamza kelgani uchun vav endi hamza hisoblanadi. Vavlik xususiyati sifati qolmaydi. Hamza tushunish uchun, yodlab qolish uchun aytamiz. Kuchli harf deydigan bo'lsak, qaysi harf ustida kelib qolishidan qat'iy nazar uni hamzaga aylantiradi. O'zi aslida faqat 3 ta harf ustida keladi xolos. Pastdagi so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Amara, akhadha, qara'a, yaqra'u. Ikkinchi holat va birinchi holat bir-biridan farq qilmaydi. O'qilishida bir-birida umuman farqi yo'q. Amara, akhadha, qara'a, yaqra'u. Bu ikkisi ham bir xil o'qildi. Bu ikkisi ham va bu ikkisi ham. Hammasi bir xil o'qiladi. Farqi yo'q o'qilishida. Keyingi holatlar, uchinchi holatni o'qiyapmiz. Ya'muru, ya'khudhu, ma'mur, ma'khuz. Endi to'rtinchi holat ham uchinchi holat bilan bir xil. O'qilishda bularda farqi umuman yo'q. Ya'muru, ya'khudhu, ma'mur, ma'khuz. Mana shunday 3 bilan 4da ham bir-biridan farqi yo'q o'qilishida. Endi nima uchun mana shunday shakllarda boshqacha holatlarda unda yozilyapti desak, buni keyinchalik tajvid ilmiga chuqurroq kirilganda yoki qiroatlarni o'rganilyapti turganda o'rganiladi. Hozircha sizga bu muhim emas. Keyingi holatni o'qiymiz. Quri'a. Mana shuni quriya, ya bilan o'qilinmaydi. To'g'ridan to'g'ri hamza bilan o'qiladi. Quri'a, quri'a. Yoki keyingisida qori, qori, qori bo'lib o'qilinmaydi. Hamza bilan to'xtaladi. Qori, qori. Keyingisi mubtadi, mubtadi, mustahzi, mustahzi. 6-chi holat. Ya'ni bu 5-chi holatda aytib o'tiladigan bo'lsa, bu yani ustida hamza kelgan holat. Yani ustida hamza kelyapti. Va bu hamzaga aylanib ketyapti. Shu 5-chi holat bo'ldi. 6-chi ko'rinishi. Bu vav ustida hamza kelishi. Vav kelyapti, ustida hamza kelyapti. Mana shu holat. Yu'minu, yu'minu, mu'min, mu'min. Muazzin. Buni muvazzin o'qimaylar. Vav bilan o'qilinmasin mana shu holatda. A ga to'liq o'tib ketadi. Muazzin. Bunda ham muvallif emas, muallif, muallif. Lu'lu, lu'lu. Endi 7-chi holat bu hamzani so'z o'rtasida kelishi. O'zi hamza kelyapti, boshqa harf ustida bo'lmasdan mana shu ko'rinishda ham yoziladi va bu so'z o'rtasida kelishi. Birinchi so'zdan o'qishni boshlaymiz. Qoil, qoil.
qoyil deyilmaydi-da. Qoil. Qoim. Qoim. Sail. Sail. Mail. Mail. Rais. Buni o'qishda ko'pchilik adashib ketadi. Roda muammo yo'q. Endi undan keyingisi bu i o'qilyapti-da, mana bu yerda y bor. Ikki harakat cho'zuv bor. Yoki undan oldingi harf harakati kasrali bo'ladigan bo'lsa, buni ikki harakat i cho'zamiz dedik. Rais. Rais. Endi 8-holat. Bunda so'z o'rtasida kelyapti, bunda ham faqat endi qo'shilib yozilgan holatda, ulanib ketgan holati. Bunda ozgina uzilish bo'lgan edi, bundan oldingi harf bilan bog'lanmagan. Buni 7-holatda, endi 8-holatda umuman qo'shilib yozilgan holati. Bi'sa. Bi'sa. Bi'ru. Bi'ru. Sa'ala. Shuni sa'la deb o'tib ketilmasin, hamza bilinsin. Sa'ala. Sa'ala. Yas'alu. Yas'alu. Mas'ul. Mas'ul. Bunda ham vav o'zi kelyapti. Bu vavni ustida emas, hamza. Bu alohida mana bu ustunchaning ustida kelyapti, ya'ni shaxsiy o'zi kelyapti. Shuning uchun ikki harakat cho'ziladi. Vav kelyapti, undan oldingi harf zammali. Mas'ul. Va oxirgi 9-holat. Bunda o'zi yakka kelyapti so'z oxirida. Endi oxirgi 9-holat. Bunda hamza o'zi yakka o'zi kelyapti, so'z oxirida kelyapti. Shu holati. Bu so'zlarning o'qilishini tajvid darslariga o'tganimizda to'liqroq tushuntirib o'tib ketaman. Aslida bular ikki harakatdan ko'proq cho'ziladi. Ularning hammasi mana shu 9-holatda hammasi, lekin biz hali rostakam tajvid darslariga o'tganimiz yo'q. Keyingi darslardan o'tamiz. Inshaalloh hozirchaga ikki harakat cho'zib turamiz. Chunki bu arab tilida faqat ikki harakat cho'ziladi. Tilda tajvid qoidalari faqat Qur'on uchun. Umumiy arab tilida esa ikki harakat cho'ziladi. Misol uchun sha'a o'qiladi yoki aytiladi. Sha'a. Yoki keyingisida sa'a. Aslida tajvidda o'qilishi esa sha'a. Sa'a. Bunday o'qishlarni o'rgataman keyingi darslarda. Hozircha ikki harakat. Sha'a. Sa'a. Ja'a. Yasha'u. Masa'u. Mana shu alif va hamzani 9 holatda ko'rinishi. Bu boshida qiyinga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin asta-sekin oddiy holatga o'tib qoladi. Buni ko'z adashtirmaydigan, bir-biridan aniq ajratadigan holatda bo'lib qoladi. Ajratolmayotgan bo'lsangiz, agar buni aytib o'tdik, bu ikkalasi ham bir xil holatda o'qildi, bu ikkisi ham mana bu ikkisi ham bir xil holatda o'qilyapti. Endi sizga muammo bo'lishi mumkin bo'lganlari bu ikkalasi desak, vav va yaga almashtirishingiz mumkin bo'lgan holat, unda faqat mana shu hamzani shaklini yodlab qoling. Vav ustida kelsa, ya ustida kelsa, buni to'g'ridan-to'g'ri hamzani o'rnida o'qib ketaverasiz. Yana bir narsani o'rgatib o'tib ketaman. Bu qosh belgisi. Agar shu belgi kelsa, ya'ni mushafda shu belgi kelsa, buni ikki harakatdan ko'proq cho'zgan degani. O'zi bu doim aslida ikki harakatli cho'zuv joyida keladi. Doim. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Faqat ikki harakat cho'zuv bor joyda keladiki, ikki harakatdan ko'proq cho'zgin degani. Buni yuqorida aytdim, tajvid darslariga o'tamiz. Keyingi darslardan payti kelganda hammasini to'liq tushuntirib o'tib ketaman. Qayerda qanday cho'ziladi, qancha cho'ziladi. Hozirchaga buni o'qilishlarini aytib o'tib ketaman. Arab tilida uchun oddiy holatda buni o'qilishi shi'a bo'ladi. Ya'ni shi'a ikki harakat cho'zilyapti. Mushafga o'tganimizda esa ikki harakatdan ko'proq. Shi'a yoki
Keyingi holatimiz ji'a. Hozir ham ana shunday holatda o'qib beraman. Ya'ni ikki harakatdan ko'proq qilib. Yaji'u. Aslida mana bu yerda ikki harakat cho'zilardi. Ya kelyapti, undan oldin kasrali harakat kelyapti. Yaji'u ikki harakat cho'zib o'qilinardi, lekin qosh borligini hisobiga biz buni yaji'u deb o'qidik. Keyingi holatimizda yusi'u. Yusi'u. Musi'u. Musi'u. Bu xato yozilib qolgan ekan. Aslida bu sukun bo'lishi kerak edi. Shay'u. Shay'u. Fay'u. Mil'u. Bur'u. Juz'u. Endi bunda ikki harakatdan ko'proq cho'zamiz, chunki qosh kelyapti bu yerga. Qiro'atun. Qiro'atun. Men hozir 4 harakat cho'zib o'qiyapman. Su'u. Su'u. Yasu'u. Yasu'u. Wadu'u. Wadu'u. Quru'u. Quru'u. Muru'atun. Muru'atun. Yana qaytarib aytib o'tib ketaman. Bu ikki harakatdan ko'p o'qilishi faqat tajvid, Qur'on uchun. Oddiy holatda arab tili uchun doim ikki harakat cho'ziladi. Ikki harakatdan oshiq cho'zilish holati yo'q. Bunday qonun qoida yo'q arab tilida. Oxirgi so'zlarimiz al-mar'u. Imra'an. Imri'in. Imru'un. Al-juz'u. Juz'aha. Juz'aha. Juz'iha. Juz'iha. Juz'uha. Juz'uha.